65 ming dollarga yo'li yuzi birinchi liniya 3 sotixlik joyi va korobka holatdagi uyimizni sotuvga keldik. Bu joyimizni zo'r narxda bildik. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, birma-bir obzorni qilib tushuntiramiz. Turgan manzilimiz Yashnobod tumani tuzi. Chapga 500 metrdan keyin Olimpiskiy garodok, 1 kilometrdan keyin Yangi O'zbekiston bog'i. O'ng tarafga qarab ketadigan bo'lsangiz, So'rikli, Krest. Boyga aytganda yo'l yuzida joylashgan. Bu joyimiz fasadiga keladigan bo'lsa 8,5 metr, ichkariga 35 metr. Bu yerda yerning narxi 18-20 ming atrofida taxminan. Bu degani yerning narxi o'zi 60 ming dollar atrofida. Hozir ichkalarini birga ko'rib chiqamiz. Biz esa ichkariga kirib oldik. Tashqaridan kirishda ikkita mashinaga naves qoldirilgan. Bu yerda esa oshxona, yon tarafda esa hojatxona, ya'ni sanuzaga joy qoldirilgan va asosiy uyimizga kirish litsenziyasi. Bu yana bitta plyus tarafi uyimizni tegis seriy podvalga kirish, ya'ni alohida xod ekan. Hozir ichkariga birgalikda kiradigan bo'lsak, biz mana shu koridor kutib oladi. Kirganda bu yerda kichkina hol, bu yerda bitta xona, bu yerda esa ikkinchi xona va oxirida mehmonxona. Tepasida qanaqa planirovka bo'lsa, tegida ham xuddi shunaqa birga bir qilingan ekan. Bu yerda kommunikatsiyalardan, kanalizatsiyadan boshqa hammasi bor. Narxini boshida aytganda 65 ming dollar. Kimga ma'qul keladigan bo'lsa, tegida nomerlarimizni qoldiramiz. Bemalol murojaat qilib, baraka qilishinglar mumkin bo'ladi.